أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rivoyat qilishlaricha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayit namozlaridan chiqib sahobiylar bilan ko'chada borayotganlarida bir chekkada mung'ayib turgan yetim bolaga ko'zlari tushdi. Yetim bolani ko'rishlari bilan Rasuli akram sollallohu alayhi vasallam u bolani yoniga borib, "O'g'lim, nega xomush turibsan? Nega parishon holda turibsan?" deb ahvollarini so'radilar. U yetim bola aytdiki, "Men otam g'azotlarda vafot etgandan so'ng yetim qoldim. Onam boshqa bir kishiga turmushga chiqdi. Tengqurlarimni ota-onalari hayitliklar berib o'ynatishyapti. Men o'gay otamga hayitlik so'raydigan bo'lsam ko'chaga haydab yubordi. Tengqurlarimni ota-onalari bilan xursandchilik qilayotganlarini ko'rib, qani edi mening ham otam bo'lsa, men ham otam bilan hayit kuni xursandchilik qilardim deb turgan edim" dedi. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey o'g'lim, xohlaysanmi? Men Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam seni otang, mo'minlar onasi Oyisha onang, Fatima opang, Imom Hasan, Imom Husaynlar jiyaning bo'lishini xohlaysanmi?" dedilar. U bola ko'zlari quvnab, "Rostdan meni otam bo'lmoqchimisiz? Qanday soz" deb quvondilar. Shunda u bola atrofga qarab, "Tengqurlarimni otalari tuyalarga mindirib o'ynatishyapti. Sizni tuyangiz yo'q ekan" dedilar. Shunda Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam engashib tuyaga o'xshab turdilarda, "Kel o'g'lim, yelkamga chiq" dedilar. Sahobiylar dod deb yuborishdi, "Ya Rasululloh, bizga buyuring, biz qilaylik bu xizmatni." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unamasdan u bolakayni yelkasiga mingazdilar. U bola ham olamlar sarvarini yelkasiga bemalol bolada chiqib olib, tomonlari bilan Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning biqinilariga niqtab, "Tezroq yuring" degandek qilardi. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam shu yetimning ko'nglini o'ksitmaslik uchun ko'chada sahobiylar butun xalq oldida tuyaga o'xshab lo'killab yura boshladilar. Shunda u bola aytdiki, "Birodarlarimning tuyalari ovoz chiqaryapti, meni tuyam nega ovoz chiqarmaydi?" deganda Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam "Avf" dedilar. Avf so'zi arab tilida kechir ma'nosini berardi. Tuyalar shunga o'xshash ovoz chiqarardi. Yana biroz yurib "Avf" dedilar. Uchinchi avfni aytishga endi hozirlangan edilar. Jabroil alayhissalom kelib muborak og'izlarini to'sdilar. "Ya Rasululloh, uchinchi avfni ayta ko'rmang. Butun farishtalar yig'layapti. Uchinchi avfni aytsangiz butun olamga o't ketadi." Shundoq ham Haq subhanahu va taolo Alloh jalla jalalloh sizni ummatlaringizni ko'pgina gunohlarini avf qilib yubordilar dedilar.
u bola Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning uylarida voyaga yeta boshladi. Biroz muddatlar o'tgan so'ng Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam vafot topdilar. Shunda u bola endi bu otamdan ham ayrildim deb yig'layotganlarida Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey o'g'lim, faqat sengina emas, butun ummat yetim qoldi" degan ekanlar. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam o'zlarini shu ibratlari bilan yetimni ko'nglini qanday ovlashni ummatlariga o'rgatib ketgan edilar.